Brendni patentlash mavzusida suhbatlashamiz. Chunki butun dunyoda ham, O'zbekistonda ham aynan shu mavzuda juda ko'pchilik tadbirkorlar katta xato qilyapti. Birinchisi bu Apple. Aynan brendni patentlashdagi xatosi tufayli $500 million to'lashga to'g'ri kelgan. Sababi Apple kompaniyasi ochilishidan 8 yil oldin Beatles degan jamoa, ko'pchilik bilsa kerak, musiqa jamoasi Apple degan nomni patentlab oladi. Shundan 8 yil o'tgandan keyin Apple kompaniyasini Steve Jobs va uni sheriklari ochadi va sal muddat o'tgandan keyin Beatles bularni sudga beradi. Jami 3 marta sud bo'lib o'tadi. Oxirgisi 2007-yilda bo'ladi va Apple kompaniyasi Beatlesga $500 million to'lab beradi. Bu Wikipedia'da ochiq manbalarda bor. Steve Jobsning o'zi ham o'sha apple.com saytida rasmiy holatda aynan bu mavzuda gapirib o'tgan. Biz Beatlesni yaxshi ko'ramiz va savdo belgilari bo'yicha ular bilan qarama-qarshi tomonda turish biz uchun og'ir bo'ldi degan fikrni Steve Jobs bildirib ketadi. Bu nafaqat butun dunyoda, O'zbekistonda ham juda katta muammo. Shu jumladan Zafar aka ham aynan bu xatodan o'tganlar. Kim biladi, Korzinkani avvallar Anglesey Food bo'lganini? Juda ozchilik, Korzinka avvallar Anglesey Food bo'lgan. 2004-yilda bular rebranding qilishlariga to'g'ri kelgan. Bir nechta sabablar bo'lgan. O'sha Oybekdagi Angels Food bilan adashtirilishlari yoki odamlar Anglesey Food deb atashi yoki mana shu patent kabi muammo. Brendni nomidagi eng muhim faktor u patentdan o'tishi deymiz. Shu paytgacha o'sha patent va brending yo'nalishimiz bilan birgalikda 700 dan ziyod kompaniya xizmat ko'rsatganmiz. Ulardan o'sha Alisher aka Isayevning o'zi Milliard klubini o'zini patentlari, Kafilito brendlari, Registon va boshqa ko'plab brendlarga xizmat ko'rsatganmiz. O'zbekistonda 465.900 ta tadbirkorlik faoliyati bor ekan, Daryo.uzning ma'lumotiga ko'ra va ulardan atiga 9%gina patentlangan. Ya'ni 42 mingta savdo belgisi ro'yxatdan o'tgan. Shulardan 473 tasi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli, J-United Groupga tegishli va taxminan har biriga $250 dan davlat boji uchun to'lov qilganda, ya'ni patent agentlikka emas, faqatgina davlat uchun to'lov qilganini hisoblasa $118.250 bo'lar ekan. Ya'ni patent shunchalik darajada muhimki, O'zbekistondagi eng kuchli, juda ko'p joyga gap o'tadigan yoki imkoniyatlari keng bo'lgan odam ham bu narsadan foydalanyapti va davlatga shuncha pul to'layapti. Balki bundan ham balandroqdir. Birinchi patentlashdagi xato o'zimizni Milliard klubdagi akamizning brendlari bilan bo'lgan Safo Marva brendi. Bularga xat kelgan, bu brendni ishlatmagin deb. Chunki bir firibgar Safo Marva brendini patentlab olgan va oxirida $20 ming ga to'lov qilishga to'g'ri kelgan. Ya'ni $20 ming ga sotib olganlar. Undan keyingisi o'zimiz yana Milliard klub a'zosi Muhammad Sodiq akani brendlari bilan bo'lgan bu holat. 7 yil davomida Zumrad degan nom bilan ishlab kelganlar va endi patentga topshirgan paytlari tekshirmasdan topshirganlarmi, patentlar отказ kelgan. Chunki Zumrad nomi aynan ularning yo'nalishlarida patentlangan bo'lgan. Va 7 yillik brendni butunlay rebranding qilishga to'g'ri keldi. Biz rebranding qilib yangilab berdik bularga. Ya'ni juda ko'pchilik tadbirkorlar qilayotgan narsa birinchisi o'sha brendga birinchi o'rinda e'tibor qaratishmaydi, patentiga yillar davomida ishlab yurishadi yoki faoliyat boshlayotgan payti tekshirib qo'yishmaydi o'zi bu nom bo'shmi yoki yo'qmi. Yoki xuddi Safo Marva kabi yillar davomida ishlanadi, katta marketing budjetlar tikiladi blogerlarga yoki boshqa masalan deylik marketingga, lekin patentga e'tibor qaratilmaydi. Yaqinda Random Coffee'da bir akamiz bilan uchrashib qoldik. $1.200 ming marketing budjetlari ekan yillik, lekin brendlari patentlanmagan. Tasavvur qiling, istalgan odam bu brendni olishi mumkin va bu tikilgan pullardan foydalanishi mumkin. Keyingisi faqatgina O'zbekistonda patentlash. Bu O'zbekistonda patentlagan, ya'ni va xotirjam bo'lib yurgan tadbirkorlarning muammosi. Chunki bizga chet elda patentlamoqchiman deb juda ko'pchilik odamlar murojaat qiladi, lekin biz ularni patentlab bera olmaymiz. Chunki chet elda patentlab bo'lmaydi u brenddan. Shu keysdan butun dunyodagi mashhur brendlardan Burger King o'tgan. Kim biladi, Burger King Avstraliyada Hungry Jack nomi bilan ishlaydi. Eshitganlar bormi? Avstraliyaga borganlar. Hozirgacha ham Avstraliyada Hungry Jack nomi bilan ishlaydi. Sababi bular Avstraliya bozoriga kirishidan oldin patentlamagan bo'ladi va kirganida o'sha Burger King degan fast food ishlab yurgan bo'ladi va patentlab qo'ygan bo'ladi. Xuddi shunaqa o'zimizni tanish akamiz bor. Aysha Halol degan brendlari bor, 3 tacha filiali bor. Chet elga chiqmoqchiman, patentini tekshirib bering, Qozog'iston, Qirg'iziston yoki boshqa davlatlarni deganlarda juda ko'pchilik davlatlarda o'sha buni ham patentlangan bo'lib chiqdi. Ya'ni chet elga chiqqanlarda majburan o'zgartirishga to'g'ri keladilar. Yoki masalan eksportga chiqayotganda ham shunaqa muammoga duchor bo'lishi mumkin va bu narsani ham eshityapmiz. Keyingisi patent muddatini uzaytirmaslik. Patent 10 yilga beradi, ya'ni
O'zbekiston bo'yicha standart bor. Agarda siz 10 yilda yangilab olmasangiz, deylik patent oldingiz, lekin yangilamadingiz. 10,5 yilda уже boshqa odam olishi mumkin. Bu Duracell brendi bilan bo'lgan. Duracell Bunny degan bularning quyonchasi bor, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mana shuni muddati o'tib qoladi va uni to'g'ridan to'g'ri raqobatchisi Energizer degan brend bor. O'sha Bunny so'zini patentlab quyoncha personaji bilan ishlaydi. O'zbekistonda Alisher aka bilan shunaqa muammo bo'lgandi, ya'ni Sales Doctor brendini ularga yangilab berdik. Sales Doctor, RoboKids ikkita brendlarini o'sha muddatlar tugab qolganda biz yangilab berdik. Keyingisi faqatgina bitta yo'nalishda patentlash. Masalan, patent agentliklariga murojaat qilgan paytlaringizda ular ba'zi bir holatlarda siz kelajakdagi rejalaringizni so'ramaydi. Misol uchun Mittovoy brendi bir nechta filiallari bor respublika bo'yicha. Bular bolalar kiyimlari, bolalar uchun mahsulotlar sotishadi. O'zlarining yo'nalishlarida patentlaganlar. Lekin podguznik, salfetka yo'nalishlarida patentlamaganlar. Boshqa bir inson Mittovoy brendini aynan bu yo'nalishga patentga topshirib qo'ygan. Ya'ni misol uchun sizlar agarda biror bir yo'nalishda ishlab yurgan bo'lsalaringiz, lekin kelajakda boshqa yo'nalishga kirmoqchi bo'lsalaringiz ham o'sha yo'nalishni patentlab qo'yish kerak bo'ladi. Buni agarda siz bir nechta yo'nalishlarda patentlab qo'ygan bo'lsangiz yoki hamma yo'nalishda patentlab qo'ygan bo'lsangiz, bunaqa imkoniyat ularga yaratilmaydi va brendni saqlab qolsalaringiz bo'ladi. Bu qachon muammo bo'ladi? Qachonki brend mashhur bo'lsa, xuddi milliard kabi, ya'ni agarda mashhur bo'lmasa, brend uchun pul tikilmagan bo'lsa, uni hech kim olmaydi baribir. Keyingisi so'rovnoma kelganda javob bermaslik. Patentga topshirib so'rovnoma chiqqanlar bormi oramizda? Ya'ni rad javobi keladi. Rad javobi chiqqanlar bor. Mana shunday holatda ko'pchilik agentliklar javob bera olmaydi bu so'rovnomaga. Lekin uni to'g'ri isbotlab, masalan deylik, ular qaysidir brendni qarshi qo'yadi. Misol uchun mana bu Tascookingda qaysidir brendni qarshi qo'yganda bizga aynan bu yo'nalishi kerak deb boshqa yo'nalishlarni chiqarib olib, buni patentlab oldik. Masalan deylik, so'rovnoma keladi, ba'zi bir holatlarda yonida grob yoki mebel yoki tekstil so'zini yozib qo'ygan bo'lsalaringiz ham, ya'ni patentga topshirayotganda ko'pchilik yoniga qo'shimchalar bilan yozadi, o'shani chiqarib yubor deydi. Lekin uni chiqarib yuborish ko'pchilik bilmaydi, ya'ni qo'shimchalarini, ortiqcha yozilgan narsalarni. Keyingisi brendni to'liq patentlamaslik. Bisyor semichkalarni ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Aynan uni to'g'ridan to'g'ri yirik konkurenti, Gigant O'zbekistonda balki top 1-o'rinni egallar. O'sha raqobatchisi bisyor nomini patentlagan, lekin logotipini patentlab qo'ymaganda, raqobatchisi buni logotipini patentga topshirib yuborgan. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Masalan, biza patentlab bergan mana bu Nasim Kutub brendini, o'sha men va boshqa kitoblarni nashr qiladigan brendda ham boshqa bir korxona aynan bularning logotipini patentga topshirib yuborgan. Shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Shu sababli brendni patentlayotgan payti bir nechta narsa birdaniga patentlash kerak. Yirik brendlarni ko'rsalaringiz, masalan, qadoq dizaynlari, logotiplari, sloganlari, brendlarning nomlarini alohida patentlaydi va qadoq dizaynlarini ham har birini alohida patentlaydi. Shunda biz brendimizni to'laqonli himoya qilishimiz mumkin. Va O'zbekistonda eng ko'p tarqalgan muammolardan bittasi bu patentlab bo'lmaydigan nom bilan ishlash. Shunaqa nomlar bor, qachondir patentlasangiz ham patentlab bo'ladi. Lekin shunaqa nomlar bor, patentlab bo'lmaydi. Xuddi Korzinka kabi. Korzinkaning eski nomi English Seafood edi. English Seafoodni umuman patentlab bo'lmaydi. Hech kim patentlay olmaydi. Xuddi shunaqa nom turlari bor, ularni birma-bir ko'rib chiqamiz, ya'ni qaysi turdagi nomlarni patentlab bo'lmaydi. Bu muammodan Safiya brendi ham o'tgan, o'zi Evs ham xuddi shu muammodan o'tgan. Evsning nomi ham avvallari Lavash Center bo'lgan. Safiya ham Don Vipechki nomi bilan faoliyat yuritgan. 2001-yil o'sha Don Vipechki bilan faoliyat boshlagan. 2015da rebranding qilishgan. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, bu filialini. Yaqingacha ham bor edi o'zi. Xo'p, birinchi patentdan o'tmaydigan nomlarning turlari bu mahsulot sifatini bildiruvchi nomlar. Arzon, shirin, mazali, premium, lyuks, VIP, shu kabi, ya'ni har qanday sifatni bildiruvchi nomlar. Misol uchun o'zimizda Milliard klubi a'zosi Abdulaziz aka brendlari. Bu yerda eski nomlari postmodern edi. Postmodern bu ham sifatni bildiradi, chunki modern bu zamonaviy degan ma'noni bildiradi va patentdan o'tmaganligi muammosi tufayli Abdulaziz aka brendlarini biz orqali rebranding qildilar va Udda degan nomga o'zgartirdilar. Hozir ko'pchilik qurilish yo'nalishida yoki kafel yo'nalishida bo'lsa, bu brendni bilishadi va rebrandingdan keyin kompaniya Onyx o'sganini aytgandilar biz video yozib olgan paytimizda. Yoki Soft degan kompaniya, Soft yumshoq degan ma'noni bildiradi ingliz tilidan. Bu nomni ham patentlab bo'lmaydi va biz Softwell degan nomga Hasan aka Mamasaidov bilan birgalikda bu nomni rebranding qilgandik Jahongir akaga va rebrandingdan keyin to'liq. Rebranding deganda faqatgina nomni o'zgarishi emas, qadoq dizaynlar, vizuallar, brend pozitsiyasi ham ba'zi bir holatlarda o'zgaradi, beriladigan takliflar, juda ko'plab narsalar o'zgartiriladi. Faqatgina nomni o'zgarishi bilan bunaqa o'sishga erishish qiyin, to'laqonli yangilanish kerak bo'ladi. Bular ham 2x o'sganliklarini aytgandilar. Keyingisi faoliyat turini bildiruvchi nomlar, masalan deylik, dorixona, supermarket, restoran, tekstil,
housing, mebel, har qanday faoliyatni bildiruvchi nomlar. Buni ham juda ko'pchilik qo'yib oladi. Masalan, dorixona 77, food market deb qo'yadi kimlardir. Kimlardir masalan deylik, arzon apteka deydi, ikkalasini birlashtirib yuboradi. Ya'ni sifatni bildiruvchi nomlar bilan faoliyat bildiruvchi nomlarni patentlab qo'shib yuboradi. Xuddi shu jumladan bizani mijozimiz arzon dorixona brendi. Ya'ni arzon dorixona ham patentlab bo'lmasligi sababli bizga rebrending bilan murojaat qilishuvdi. Hozircha 30 tacha filiali bor hozirgi holatda. Ya'ni oxirgi marta ular bilan gaplashganimda. Shuncha katta masshtabda rebrending qilishga to'g'ri keladi. Rebrending deganda faqatgina nomni yoki logoni o'zini o'zgarishi emas. Masalan, patent o'tmay qolsa, butun masalan deylik dizaynlar o'zgarib ketishi kerak bo'ladi. Shunaqa holat Milliard klubidagi yana bir akamizda bo'ldi. Faqat aytmang deganlar kimlar ekanligini. Logotip qildirganlar bitta agentlik orqali. Agentlik logotipni chopgan bo'lgan, ya'ni internetdan o'g'irlagan bo'lgan va u logotipda avtorskiy pravo bo'lgan. Bir nechta filial ochishgan supermarket va logotipni asl egasi ularga chiqqanda bu logo menga tegishli, o'zgartir degan. Va menga aytibdilar, "Bekzod, men 800 million so'm atrofida mana shu logotip bilan xarajat qilib qo'yganman. O'sha hajmli harflar bo'ladi. Supermarketda juda ko'p joyda logo turadi-ku. O'sha logo bilan 800 million so'm atrofida xarajat qilib qo'yganman. Endi yangilashimga to'g'ri keladimi?" deb bizga chiqqandilar. Shunaqa muammo juda ko'p uchraydi. Demak, faoliyat turini bildiruvchi nomlarga misol bu ham Milliard klubidagi akamiz Shahboz aka Metvan brendi. Ya'ni avvallari Usprometal edi. Usprometalni ham patentlay olishmadi. Keyin biza to'laqonli rebrending bo'yicha bular bilan ishladik. Nomlarni o'zlari taklif berdilar. Logo, patentlarini qilib berdik. Keyingisi joy nomlari. Xuddi English Seafoodga o'xshab, ya'ni korzinkaning eski nomiga o'xshab. English nima uchun patentlamaydi desa, bu Britaniyadagi orolning nomi. Misol uchun, boshqa davlatdagi joy nomlari bo'lsa ham patentlab bo'lmaydi. Masalan, kimdir Istanbul deb qo'ya oladi, Bursa deb qo'yadi yoki boshqa bir joy nomlarini qo'yishadi. Bunday turdagi nomlarni patentlab bo'lmaydi. Shu jumladan Andijon muzqaymog'i, Toshkent suvi yoki shu joy bilan bog'liq har qanday nomlarni patentlab bo'lmaydi. Bu ham juda ko'p ommalashgan. Jizzax somsalari, masalan, G'ijduvon shashligi. Keyingisi diniy so'zlar. Jannat, azon, taqvo, baqara yoki muslimka deganga o'xshash so'zlar. Bunday turdagi so'zlarni ham patentlab bo'lmaydi. Yaqinda o'sha muslimka degan brend egasi Nodir opa bizga murojaat qilgandilar, ya'ni brendlarni olib tashlattirilganligi aytilgan edi. Shu sababli rebrending qilish bo'yicha bizga murojaat qilishgandi. Bulardan bittasi Alabbos degan brend. Bu 12 ta filiali bor edi bularda. Rossiyadagi brend, faqat o'zbeklarniki. Rossiyada 12 ta filiali bor. O'zbekiston bozoriga kirayotganda biz bularga to'liq rebrending qildik, chunki bu yerda qanaqadir muammolar bo'lishi mumkin. Va biz oldin deb o'zgartirdik to'liq konsepsiyalarni. Logo, dizayn, stilistika, identikalar, hamma narsa o'zgardi. Adashmasam hozir 2 ta filiali bor, bittasi Seul Munda. Nima deb o'ylaysizlar o'zi vizual jihatdan, mayli, nom jihatdan emas, qaysi biri odamga yoqimli ko'rinadi? Deylik, o'sha Seul Munda turibdi, ikkita, bittasi mana bunday ko'rinishdagi vizual, ikkinchisi mana bunday ko'rinishdagi vizual. Navbatdagisi familiyalar, ya'ni Rozmetov, Novikov, Nazarov, Isayev, Esonov yoki shunga o'xshash familiyalar. Ba'zi bir tadbirkorlar o'zini brendini familiyasi bilan ataydi. O'zbekistonda 2024-yilda qonun chiqdi. Familiyalarni ham endi patentlab bo'lmaydi. Eski patentlab olganlar ular ishlataveradi, lekin yangi patentlay olmaydi hech kim. Masalan, Rozmetov eski patentlab olganlarda ular bemalol ishlatish mumkin, lekin endi yangi odam shunga o'xshash familiya bilan chiqsa, unda patentlay olmaydi. Keyingi raqamlar 777, 786, 365, milliard va 247 kabi. Raqamlarda bitta nozik joyi bor. Masalan, milliard nomini biz patentlab berganmiz. So'z ko'rinishida yozilsa, raqamlar patentlab bo'ladi. Raqam ko'rinishida yozsa, patentlab bo'lmaydi. Misol uchun 777 deb so'z bilan yoziladigan bo'lsa, unday holatda patentlash mumkin, agarda patentlanmagan bo'lsa. Keyingisi bir-biriga o'xshash nomlar. Masalan, ko'pchilik agentliklar ba'zan shunchaki tekshiradi-da, brendingiz bo'sh ekan deydi, patentlab bo'ladi deydi. Lekin bunda shoshmaslik kerak. O'xshashlarni ham tekshirish kerak bo'ladi. Masalan, Bestinga qarshilik qiladi, Dera Denaga qarshilik qiladi. Yoki real case'lardan Vero brendi bor. Vero brendi va Veral brendi bor. Vero bu truba fittinglar yo'nalishida, Veral lampochka yo'nalishida. Duselni arzonroq segmentdagi brendi. Va shu Duselni egalari Akmal aka o'zi aslini olganda boshida Vera deb patentga topshirgan bo'ladilar. Lekin Vero qarshilik qilganligi uchun patent ola olmaydilar. Xuddi shunaqa Jahongir Ortiqxo'jayevning brendi Vesta bilan Vista qarshilik qilgan. Ya'ni Vista hozir premier bo'lgan. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, yoshligimizda Vista degan televizorlar bo'lardi. O'sha brend patentga topshirgan paytda patent ola olmadi, chunki Vesta degan nom qarshilik qildi. Xuddi shunaqa holatlar ham bo'ladi. Ya'ni biror bir nomni patentga topshirganda faqatgina o'zi bo'sh emas, o'xshashlari ham bo'sh bo'lishi kerak. Va bizaga o'zimiz кейslarimizdan Siren Farm degan kompaniya murojaat qilgan. Bular Sirene Farm degan farm kompaniya bor bitta. O'sha kompaniya qarshilik qilgan bular patentga topshirganda, sudlashib ham ola olishmadi Siren Farm nomini. Keyin biz to'liq rebrending qilib berdik bularga, o'sha Asra degan dorixona yo'nalishi uchun
qilib berdik. Ya'ni asramoq, avaylamoq degan ma'nolarni bildiradi. Bundan keyingisi uz bilan boshlangan nomlar. Uzlet, Uzcard, Uzmarket, Uzfood, Uzgold, Uzmedga o'xshagan nomlar. Ya'ni uz bilan ham brendni nomini qo'yib bo'lmaydi. Chunki bu davlatni ramzi hisoblanadi. Shunga o'xshash Senat, Oliy Majlis shu kabi nomlarni ham patentlab bo'lmaydi. Keyingisi qasddan xato bilan yozilgan nomlar. Yaqinda patentga topshirganlardan bittasi bu Moro bo'lsin degan. Kim topshirgan bilmayman. Asli holati Muborak bo'lsin bo'ladi. O'zgartirib atayin xato bilan yozilgan nomlarni ham patentlab bo'lmaydi yoki shevaga o'girilgan nomlarni. Masalan, kimlardir telefon deydi. Asl ko'rish telefon bo'ladi. Telefonga ham patent bermaydi yoki love kabi, ya'ni sevgi ingliz tilidan tarjima qilganda. Keyingisi tarixiy shaxslarning nomlari. Bu universitetlarda yoki ta'limga oid yo'nalishlarda juda ko'p tarqalgan. Avicenna, Ibn Sino, Alfraganus, Al-Buxoriy degan nomlarni patentlab bo'lmaydi. Demak, patentlab bo'lmaydigan nomlarni ko'rib chiqdik. Keyingi eng katta bir xatolardan bittasi bu audit qilmaslik. Ko'pchilik agentliklarda ko'ramiz, auditni sotuv menejeri qiladi. Audit deganda o'sha brendingiz nomi patentdan o'tish yoki o'tmasligini tekshirish. Uni shunchaki bazadan kiradida, ko'radi, tekshiradi. U bo'sh deydi, lekin siz topshirasiz, отказ keladi. Chunki patentga topshirayotganda birinchi o'rinda qonunchilik bilish kerak. Mana bu yerdagi qonunlarni bilish kerak. Ya'ni aynan qaysi birigadir tushib ketmayaptimi shuni. Bu yerda bir qismini yozganman. O'zi aslini olganda bundan ham anchagina, ya'ni patentdan o'tmaydigan turlari. Ikkinchisi, o'xshashlarini tekshirish kerak bo'ladi. Misol uchun, mana Dera deb qidiryapti, Dera deb yozsa bo'sh chiqadi, lekin Denani ham tekshirish kerak bo'ladi. O'zini buni tekshirishning yo'llari bor. Undan keyin xalqaro bazani ham tekshirib ko'rish kerak. WIPO degan Butunjahon intellektual mulk agentligining tashkilotining bazasi bor. WIPO tashkiloti bu Shvetsariyada joylashgan. O'shalardagi bazani ham tekshirish kerak, chunki uni ham qarshi qo'yadi. Uni ham yo'q, bepul. Uni o'zingiz ham tekshirishingiz mumkin. O'zbekistondagisini ham, xalqarodagini ham o'zingiz ham tekshirishingiz mumkin. Demak, bu yerda audit qilmasdan topshirish eng katta xato bo'ladi, chunki patent 7 oy muddatda chiqadigani bor, 1 oy muddatda chiqadigani bor. Har qanday chiqqan muddatda ham baribir tadbirkor kuyadi agar chiqmay qolsa. O'sha uchun oldindan, xuddi masalan deylik, operatsiyaga kirishdan oldin qon topshiriladi-ku, analizlar, o'shanga qarab operatsiya qilinadi. Audit xuddi shunaqa jarayon. Oldindan ko'rib, qanaqa ehtimoliy borligini ko'rsa bo'ladi. Masalan, mana shu brend qarshilik qiladi desa, shunaqa holatlar ham bo'ladi bizda. Masalan, Tilla degan restoranda shunaqa bo'ldi. Biz audit qildik. Auditda Tilla degan restoran qarshilik qiladigan bo'ldi va biz Tillani egasiga chiqdik. Aka, mana shunaqa holat ekan, siz ruxsat berasizmi? Biz Tillani patentga topshirmoqchimiz deb. Ular ha deyishdi va ulardan rozilik xati oldik, keyin topshirdik biz. Ya'ni boshidan vaqt yo'qotmasdan, katta pul yo'qotmasdan bu narsani qilsa bo'ladi. O'sha auditda kelib chiqadi. Bulardan bittasi Budur brendi, ya'ni Budur hozir Feliza bo'lgan. Ko'pchilik Felizani tanisa kerak. Avvallari Budur nomini kimdir patentlab olgan bo'lgan, keyin biz rebranding qilib Felizaga o'zgartirib berdik.